Ota, men Muay Thaiga yozilmoqchiman. Kuchli bo'lishni xohlayman. O'g'lim, bilasan, men maktabda oddiy quruqchi bo'lib ishlayman. Oylik maoshim ro'zg'ordan ortmaydi. Kim? O'g'lim, nima yordam kerak? Men sizga shogird bo'lmoqchiman. Muay Thai bilan shug'ullanmoqchiman. Lekin mashg'ulotlar uchun pulim yo'q. Albatta, men seni qabul qilaman. Haqiqatan? Faqat bitta shart bilan. Qanday shart, ustoz? Men hamma narsaga tayyorman.